tabiatim, mana tabiat. Go'zallikni qaranglar. Biz qayerga ketyapmiz deb o'ylaysizlar, do'stlar? Ahli YouTube sizlardan iltimos bizni kanalimizga like bosib qo'yinglar. Adirlik turpoqlari cho'tki bo'lgan joyga keldik. Biz hozir Paxtavod tumaniga ketyapmiz. Go'zallikni qaranglar. Mana sizlarga go'zallik. Oh, marsh. Shahar polniy tepadan ko'rinyapti. Xudo biz hozir mana Paxtavodga syomkaga ketyapmiz. Paxtavodda mana shu joyi bir yaqin yo'llardan bittasi. Polniy o'ng tomonlarda g'irzavodlar adir bo'lganligi uchun va turpog'i yaxshi bo'lganligi uchun bu yerda g'irzavodlar ko'p. Sizlar chap tomon o'sha aytganimdagi Polniy shaharni ko'rasizlar, o'ng tomoni g'irzavodda. Paxtavod shahri Andijonda joylashgan, mana ko'rlar g'irzavodni ko'ryapsiz. Adirda qazib g'ish qilib sotib olishyapti. Chunki turpog'i zo'r. Turpog'i addi shu turpog'i batdi. Mana g'ishlarni ham sotishyapti mana. Bular sari g'ish mana. Mana. Ko'rlar? Sap mana g'ish mana. Fasad so'kol plitkalari bor ekan do'stlar. Fasadni plitka. Mana bu yerda mana g'irzavod, xumdonlar kelyapti mana. Ya'ni Paxtavodda kirishda juda ham g'irzavodlar ko'p. Sabab bu turpog'i zo'r turpoq. G'ish chiqaradigan turpoqlardan bo'lganligi uchun aynan shu ketishda. Lekin bu yerdagi manzaraga hech narsa yetmaydi. Endi do'stlar yana bitta narsa hozir o'sha mana mayda 15-chislovdamiz. Agar siz bu tomonlarga mayda 1-chisllarda kelsalaring, yo'q boshida kelsalaring, o'tamiz. Maza qilib orasizlar. Sabab tabiat shunaqa ham chiroyli bo'ladimi? Voh, monqarlar. Mana shu shahar tomonga yo'l ketgan. Biz aynan Paxtavod shahriga, Paxtavodliklar bo'lsa, biz shu yerda biz ularga yozibdilar. Mana. Endi shamolni nimasi kelmasa bo'ldi. Operatorga tak sizga hozir lokatsiya qo'yib beramiz do'stlar. Biz lokatsiya bo'yicha ketayotdik. Lokatsiya shu nimaga ulangan. Endi mana shu akamizga, Shopir akamizga ulab bersak lokatsiyani bemalol nima qiladi. Tepada qabriston qilingan ekan. Yana endi Paxtavod haqida nimadir gapiray desam, do'stlar, shu bilganim chiroyli joyligi. Keyin Andijondan bir yarim soat 40 minutlik yo'l. Imminni Andijon bilan yonma-yon bas. Juda ko'p odam Paxtavod yaqin joyda dedi, yo'q, Paxtavod Andijondan yana tepaga bir 45 minutlik yo'l, to'g'risi. 45 minutlik yo'l. Nima uchun Paxtavod nomlangan, bunisini ham bilmayman. Endi Paxtavodda aziz joylari bormi, bunisini ham bilmayman, lekin men tanigan Paxtavodlik blogerlar bor. Misol tariqasida mana juda chiroyli joy, tabiiy bilmayman, havosi ham bir o'zgacha do'stlar. Ya menga shuni tuyuladimi? O'zi O'zbekistonimizda har bir burchagiga bilasizlar, juda ham chiroyli nimalardan, go'shalardan bitta. Borgan joyingda yashaging kelgan sari yashaging kelaveradi. Chiroyi, go'zalligi. Kim taniydi? Paxtavodlik blogerda juda ham mashhur, o'zimizni shogirdlardan. Taniganlar like qo'yib, kommentariyaga ismini yozib qo'yinglar. Hozir bolalar ham puli ko'payib ketdi, mana Andijonda o'zi yashayapti, lekin ota joyim Paxtavodda, bari shaqqa kelib turaman deydi. Keyin mana bir psixolog ukamiz bor. Andijonda Paxtavodidan Tohir Esonov Tohirjonmi desam chiqib oldi o'zim. Tohirjon Esonov hozir bolalar ham Andijonda yashayapti, mo'qallar. Shvetsariyaga o'xshaydi. Ikki tomon yam-yashil. Aytmoqchi, xudo xolasa mana o'sha ya'ni pilla nima qilishini, pillani syomka qilish kerak. Pilla sezoni boshlandi. Juda ham mana shu chekka nimalarda, qishloq tomonlarda pillani yetishtirish sezonlari boshlandi. Hammaga nima bersin? Kuch-quvvat bersin. Xo'p. Paxtavodda mana 52-maktab ekan. Maktabda o'qiganlar bo'lsa, voy devoringlar. Endi yoshlarimiz shu yerda bo'ladimi, yo'qmi? Biz mana sentrga yana 9 minutlik yo'l bor ekan. 7 kilometr. O'zbekistonim.
mazza. Havosini aytmaysan. Baribir ham bilasizlar, sizlarga bilinadimi yo'qmi? Paxtavodni havosi Andijonning havosiga nisbatan jicha farq qiladi. Keyin Xonobodning havosi farq qiladi. Sabab jicha balandroqda bo'lganligi uchun bari baland chiqqan sari havo tog'larga yaqinlashaveradi-yu. Mana Xonobodda ham havosi boshqacharoq. Suv ombori bor, changbaz, tepa. Masalan, qishda birinchi bo'lib o'sha Xonobodda, keyin Paxtavodda qor yog'adi. Keyin Andijonda yog'adi. Ya'ni havosiga nisbatan ham salqinroq havo. Shuni hisobiga ham nima qilinadi? Mana baliqchilik ko'llari. Alloh kuch bersin, ularga xurmonlarga baraka bersin. Qancha bularda ishlari zo'r yursa, xo'p. Mana adashmayotgan bo'lsam Sirdaryo bo'lsa kerak-a. Sirdaryomi, bilmaysam, bor. Norin deyapti. Norin nima degan ekan? Norin daryosi. Qanaqa daryoligida o'zlari aniq esimda yo'q. Kommentariy yozib qo'yinglar. Mana Paxtavod tumaniga xush kelibsizlar, do'stlar, xudo xolasa. Yo'lni qaranglar, tiniq qilib qo'yishgan. Mana bitta ham o'sha Norin daryosidan baliqchilik ko'li uchun salafan bilan o'rab akalarimiz harakat qilishyapti. Bitta mana shag'al ishlab chiqarish bor ekan. Mana shag'al shebin ishlab chiqarish qo'yishgan. Yo'li tek chiroyliligini qaranglar. Ana yo'lim, mana yo'l. Xohlasa o'z fikrlaringni yozib ketinglar. Paxtavod haqida qanaqa she'r, qanaqa hikoyalar bilasizlar, qanaqa misol uchun biz tanimaydigan ulug' zotlar bo'lgan bo'lsa, like qo'yib kommentariy yozib ketinglar. Mana shu joyda mana shu zot o'tganlar, shunaqa odam bo'lganlar deb yozsalaring, bu boshqa bari odamlar kommentariyda o'qib, bir-biriga like qo'yib, podдержка qilib ketishadi. Sizlardan ham shu mana podдержкamiz buni chiroyliligida. Agar biz bilmagan aziz joylar, misol uchun ommaga yoritadigan joylar Paxtavod shahrida bo'lsa, sizlardan bitta iltimos, like qo'yib, kommentariy yozib qo'ysalaring, biz o'sha joyni borib sizlar uchun yoritib, chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Biz endi bloger, biz ishimiz shu yurtimizga, sizlarga xizmat qilish, chiroyli joylarni yoritib berish. Mashalloh, juda ham ikki tomonda daraxt ekilgan ekan. Yam-yashil bo'lib turibdi. Quyosh panellar qo'yilgan bino ekan. Qashqar mahalla fuqarolar yig'iniga keldik. Ko'k olma oshxonasi bor ekan. Buni oldidan o'tib ketdik. Menimcha Olmazor ekan, to'sh Olmazorni oldiga qo'yishdi. Mana. Qaranglar. Havosi zo'r bo'lgancha olma ham zo'r bo'lsa kerak bitta. Chap tomonda Chevrolet servis. Mana tibbiyot salomatligiga Rahmat Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat kollej ekan. Afsona kafe o'ng tomonda. Mana mo'ykamiz. Kim ko'chalarni taniyotgan bo'lsa, taniyapman deb kommentariy yozinglar. Mana quyosh panel. Quyosh paneli qo'yishni ham tavsiya qilaman do'stlar. Foydasi bor. Ulgib posez. Ulgib posez degani juda ko'p mahallada 2-3 ta qo'yib yuborsa, keyingilarda atmen qilib qo'yishyapti. Sabab to'k balandlab ketyapti ekan. Anam uyimga qo'yganman, to'g'risi. Shuning uchun haligi o'zim tavsiya qilganim uchun nima qilyapman. Mana stomatologiya. Falcon diskalar. Mashhurda jome masjid bor ekan, qayerdadir. O, nima ekan shuni? Pul
sen. Birato'lik kirib peshinda o'qiyman. Paxtavod sudiga keldik do'stlar. Endi sudni oldini syomka qilish mumkin emas. Bilasizlar, hozir yana syomka qiling deb o'chirtirib yuborishmasin. Biz masjidga ketyapmiz. Qarasang ommayoq ekan, Paxtavod sudi bilan. Telefon ishlayapti. Salqinga mashinani qo'yib kirganmiz bakalım. Oldin ham kelganman. Mashina mashinani qo'yib, salqinga daraxtlarga. Anjonlaringiz sog' bo'lsin do'stlar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda sizlar bilan ko'rish nasib etsa, kanalimizga like, podpiska bosib qo'yishingiz chiqmasin.